Nima uchun aynan siz tanlagan erkak ichadigan, qo'l ko'taradigan yoki sizga pul bermaydigan yoki abyuzer yoki narsist nima uchun? Har bir insonning ichki olami atrofidagi insonlarda namoyon bo'ladi. Sizning ichingizda nimadir xafalik, negativ borki, bu insonlar sizni hayotingizdan chiqib ketmayapti yoki haligacha o'zini o'zgartirgani yo'q. Aynan muqaddas ilmda aytiladiki, qaysiki qavm o'z holatini o'zgartirmas ekan, undagi holat, vaziyat ham o'zgarmaydi. Tafakkur qilish, ongni tozalash esa siz atrofingizdagi pul bilan bog'liq, munosabatlar bilan bog'liq har qanday vaziyatni o'zgartiradigan sehrli kuchga ega. Menda bu tabletka bor. Buni sizga hoziroq berishim uchun izohlarda 3 ta plus belgisini qoldiring. Albatta bu videoga like bosing, chunki sizga uni jo'natishim uchun. Aytgancha, men 2 kunlik mutlaqo bepul dars havolasini ham sizga jo'natishim uchun pastdagi tugmacha orqali ro'yxatdan o'ting.